Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet ertaga O'zbekiston hududlarida yomg'ir yog'ishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet O'zbekistonda 25-may kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida vaqti bilan bulutli bo'ladi, ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 32-34 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Qolgan hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi, deyiladi xabarda.